3 yil avval saytni bog'chaga berishimdan avval juda ham ko'p xususiy bog'chalarni ko'rib aylanganman va hammasini obzorga men intilagan edim. O'shanda juda ham ko'p onalardan menga minnatdorchilik xatlari kelgan. Rahmat kattakon, mana shu qilgan obzoringizni. Har bitta bog'chani plus va minuslarini yozib chiqaman. Bugun bitta yaqinda ochilgan xususiy bog'chadan taklif tushdi. Bilaman, ota-onalar bugungi kunda yanada ham xavotirda olishadi. Ya'ni qanaqa bog'cha tanlasam ekan, nimaga ahamiyat bersam ekan va endi men sizlarga nafaqat детский psixolog, balki tajribali ona sifatida ham o'zim tavsiyalarimni bera olaman. Kelinglar ko'ramiz. Demak, biz hozir Kinder House xususiy bog'chasidamiz. Bu bog'cha Glinkada joylashgan, ya'ni shahar qoq markazida. Nimaga bu narsani gapiryapman? Chunki men uchun juda ham muhim bog'chani qulay lokatsiyasi. Ya'ni men juda ham uzoq joyga 1 soat bolani ertalab erta uyg'otib, kechki payt kech borib yo'lda uxlab qoladigan sharoitda qanaqa bog'cha bo'lsa ham tanlayman. Endi kelinglar, yana bitta ko'zimga ko'ringan plus ko'rsataman. Ahamiyat beryapsizlarmi? Qanaqa darajada hovli katta